Azizlar, konsert dasturimiz davom etadi. Barchamiz bilamiz, har bir yigit vatan oldidagi burchini 1 yillik muddat davomida o'tab keladi. Lekin 90-80-yillarda harbiy xizmat muddati 3 yillik bo'lgan. Hech tasavvur qilib ko'rganmisiz, askarlar 2 yil va 8 oyda qanday ahvolda bo'lishgan? Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi 3 yillik armiya. Rota, tekshlan, roslan. Sahnaga qarab qadim. But. Сердце не прятал за спинами ребят. Летят самолеты и танки. To'xta. O'yinga tekshlan, rostlan. Muxlislarga assalom. Yigitlarga assalom. Qizlarga assalom. Gitibaya. Fonogrammachi xonandalarga salom. 15 minut tanaffus. Shu komandiram jonga tegdi, pistoletim songa tegdi. Mana armiyaga kelganimizga ham 2 yil 8 oy bo'libdi. Yana 4 oydan keyin uyga ketamiz. Gapirmang. Qizlar qanaqaligami esimdan chiqib ketdi-ya. Eslataymi? Eslat. Qizlarning sochi uzun bo'ladi. Oyoqlari ham uzun bo'ladi. Oppoq bo'ladi. Mini yubkada yuradi. Bo'ldi, to'xta. Hozir urib yettigim yo'lvaraman. To'xtalaring. Hay. Voy. Ot bo'lib ketding-ku. Sen nima bo'ldi senga? Nima qizlar qiziqtirmay qo'ydimi? Yo'q, qiziqtiradi. Ha. Ana ovqatga qo'shadigan doridan ko'proq qo'shib o'rganmi deyman, ancha-munchalar ta'sir qilmaydigan. Ta'sir qilsinmi? Yaxshi ko'rgan qizingdan xat kelgan. Voy, ber. Yo'q, bermayman. O'yna bersam. Men o'yinga tushib bilmayman. Bo'lmasa bermayman xatni. Bo'pti. O'yna. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay. Ber. Ya? Ha? Tashab ketibdimi? Yo'q, o'qishni bilmayman, o'qib ber. Assalomu alaykum Otabek aka. Vatat! Yaxshimisiz? Vatat! Sizdan panoramaga faqat ikkalamiz kino ko'rgani tushganimiz. Vatat! Yomon eslab-yu, ha? Buni panoramada kino ko'rmagan shekilli. Ya, chiqib kelishini qara. Eslat. Eslataymi? Panoramadan chiqib, qaza qartalarni yeb, Urdani bo'yida. Qolganini ertaga o'qib berarsan, baribir ta'sir qilmaydigan bo'lib qoldi. Menga qaralaring. Biz dembilmizmi? Dembilmiz. Bular tuxumi? Tux. Davay, gazini beramiz. Davay. Gazini ber. Bo'ldi. Kellaring. Shuning uchun aytaman, armiyada chumoq bo'lmaslik kerak deb. Umar, bugun tug'ilgan kuningmi? Xuddi shunda. Ikkalamiz nomimizdan mana shu 6 ta tug' podarka senga. Tabriklaymiz, gazini ber. Moro bo'lib tashasin, davay. Mazza qilar ekanman. Sen xizmatgacha kim bo'lgansan? Traktorchi bo'lganman. Ana! Sen kim bo'lgansan? Usta bo'lganman. Hop, mana! Sen kim bo'lgansan? Terpilla bo'lganman. Omadingni bersin. Senchi? Baris bo'lganman. Baris. Terpilla. Urang. Mujik. Sen kim bo'lgansan? Men hofiz bo'lganman. Voy, mazayu. Bugun tug'ilgan kunimiz to'y ekan-ku. Hofiz, Sharik, bir nafas yo'llarini o'zim ochib qo'ying. Kosmos. Mazza qilay, yo men Sharik yaxshi ko'raman. Mazza qildim. Qaysi ashulalar aytganlar, Hofiz? Dachalar bor, dachalar. Mazayu.
Rozimi? Yo'q, uramiz. Mana. Mashinanga ham. Ye, sen nimaga xizmatda cho'g'irma bilan yursan? Ye. Original ekan. Menga qarang, Rolton bosh. Salo. Sarbon guruhidagi Farhod Saidov o'g'li emasmisan? Xuddi shunday. Omadingni bersin uka. Bir qarab o'ting bizga leytenant, Saro iltizom qizga leytenant. Yigitlar, nima haqida gaplashyapsizlar? Ya, siz o'tib ketavering, biz qizlar to'g'risida gaplashyapmiz. Yedi. Yigitlar, ovqat tayyor. Ey, yemaymiz shu ovqat, tommi? 2 yil 8 oydan beri bir xil ovqat yeyirish odam joniga tegdi, yemaymiz. Menga qara, bu ovqatchi komandirli ham yegan, kombatli ham yegan, nolivatgani yo'q. Endi ular qorong'ida yegandir-da. Bir qarab o'ting bizga leytenant, Qaqa. Bir qoshiq yeb chiqing. Buyaka. Kichkina qoshiqda. Buyaka. Yaxshi ko'rgan qizim esimga tushib ketdi. Ha, unda xat yoz. Ha. Sevgilim, nappi. Men sen bilan Makapayoda uchrashardim. Sen menga qarab yugurarding, men esa senga qarab yugurardim. Makapayoning egasi esa bizga qarab yugurardi. Men seni hali ham yaxshi ko'raman. Hozir o'ng qo'lim bilan senga xat yozayotgan bo'lsam, chap qo'lim bilan seni o'ylayapman. Sababi surating hali hamon chap qo'limda. Seni yaxshi ko'rib qoluvchi, sog'inib qoluvchi Ahmad. Nuqta qo'y. Hey, men qarang Umarov. Siz bu soldatlarga, duxlarga avtomat Kalashnikov haqida ma'lumot bermaysizmi? Haqiqatdan. Avtomat Kalashnikov bilmaysizlarmi? Aslo yo'q. Bor, Kalashnikov olib kel tez. Avtomatlar poligonga olib ketib qolgan-ku. O'ylab ko'r, kim Kalashnikov bo'lishi mumkin? Men. Vatanga rahmat. Mana duxlar ko'rib olinglar, bu avtomat Kalashnikov, faraz qilinglar. Bu tirgaklari mana. So'raganlarim yo'q. Bu avtomatning stoli qayerda? O qatdan kiradi, qatdan chiqadi, tushuntirmaysizmi? Xo'p, mana bu yerdan ochog'ingni. Mana o'q bu yerdan chiqadi, bu yerdan tiqiladi. Bitta o'qiling. Bitta o'qiling. Kechirasiz. Bu avtomatning magazini qayerda magazini? Ha, magazin yonida joylashgan bo'lib, 32 ta o'q shunda joylashgan bo'ladi, ortiqchasi osilib turaveradi. Ha, meni bitta savol qiziqtiryapti. Otadigan ilgaga qayerda ilgaga? Duxlar sindirib ketdi. Buni bittalab otgan yaxshimi, avtomatik chiqayotgan yaxshimi? Sizlar bittalab otganlaring yaxshi. Avtomatikada shunda bosganda 32 ta o'q varra chiqib ketadi, stol qizib ani qo'lini kuydiradi. To'ronina. Tur. Malades, yasha. Xizmatgacha kim bo'lgansan? Terpila bo'lganman. Usta bo'lgansan. Qochmoqchi mendan. Shularni kalta yeyishini ko'rib uydagilarim esimga tushib ketdi. Uydagilaring sog'indingmi? Xolaysan, men senga uydagilaringni eslatadigan ashula aytib beraman. Et ber. Salom onajon ginam, yana sizga yozmoqdaman xat. Salomatmi aziz otam ham, ukalarim yurgandir xushvaqt. Salom onajon ginam. Rahmat. qildik. Anu o'tirishini qara. Hey! Ne yig'layapsan? Erkakmisan? Erkakmisan do'masanga? Boyetdi bu terpilaman. Uydagilar sog'indingmi? Telefonda gaplashasanmi? Qanaqa kompaniya? Yusel. Yusuf? Men gaplash. Patinka yo'q bu. Gaplash! Yine jon yaxshisizlar? Ha. Ha, sharoit zo'r. Akalar har kuni bizni ushlab olib, shashlik beryapti, shashlik. Zo'r ha. Voy. Baki. Bor. Kuldingmi? Yo, ichimda kuluvdim-da. Bor. To'chini bilaman uydagilar kompaniyasi bilayin. Bilayin.
Gaplash. Shundan. Gaplash. Alo. Oyi? Assalomu alaykum. Men sizni yaxshi ko'raman. Bu mening onam ko'rsatuvi. Yo, ichmadim. Просто telefonimiz shunaqa sasiydi. Ha, yonimdalar. Hozir beraman, hozir. Men sizni so'rayaptilar. Oyim so'rayapti. Ha, kerak. O'mana. Wow! Olib kelbatinganmi? Shoshmang, dadam bilan konferensiya qilaman deyapti. Hey! Biz harbiy xizmatdamizmi? Biz jangovar holatlarga tayyor turishimiz kerak. Qani ketdik. Nima deyapsan? Birga sho'rva, ikkiga osh ekan do'mmi? Albatta bularning barchasi hazil, tinch va osoyishta yashayotganimizga sababchi bo'layotgan vatanimiz himoyachilari, O'zbekiston qurolli kuchlari mana bunday qudratga ega.
farzandlar o'stirgan niyatlari oq, bir umr mehnatda qo'llari qadoq. 60 ga kirmasdan sochlarida oq, otangni sevmasang kimni sevasan? Barcha bolasini birdek suygan, saharda non yopib sochlari kuygan, senga ipak to'qib o'zi chet kiygan. Onani sevmasang kimni sevasan? Qishda ishkomidan uzum uzilgan, yozda kulchalari tandirsiz pishgan, ey do'stim Xudoning nazari tushgan. Vatanni sevmasang kimni sevasan? Yangi qo'shig'imiz sizlar uchun. Hammaga kattakon rahmat. Balkon! Hammaga salom, biz o'sha xullas kalom. Sog'indik sizlarni, kim kutdi bizlarni? Tabassum yuzimizda, lekin yurak yig'laydi. Hayot pasbanan ekan, ammo to'xtab qolmaydi. Yana sahnadamiz siz uchun, mehringiz kerak yana biz uchun. Siz borsiz, biz bormiz azizlar, doim kulib yashang ey do'stlar. Ko'rishguncha! Konsert yoqdi degan umiddamiz. Niyatimiz xolis, ko'ngilda yo'qamiz. Sahnada hozirmiz, sizlar uchun mana. Vaqt o'tib sog'indik, balki sog'ingandirsiz. Endi navbat bizniki, xulosasi sizniki. Yana sahnadamiz siz uchun, mehringiz kerak yana biz uchun. Siz borsiz, biz bormiz azizlar, doim kulib yashang ey do'stlar. Yana sahnadamiz siz uchun, Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Siz borsiz, biz bormiz azizlar, doim kulib yashang ey do'stlar. Tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlaganinglar uchun kattakon rahmat. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Rahmat.